Nilufar Hamidova yoki Zinnura. Ramazon oyi aslida, qahraton qish faslida, dinni piar qilgan, qonni buzun aslida, fohisha hayosida, o'sha behayo ibosida, ishton yo'q pastida, Xorazm libosi ustida, o'zicha osuda, davomi chiqadi. Ro'zadan keyin qizuv bo'ladi juda. Yo, javob. Javob Zinnur. Konsta yoki Massa. Konsta. Shohruz Abadiya yoki Farruh Hamrayev. Farruh Hamrayev. Ummon yoki Benom. Benom. Diyor yoki Bono. Bono, конечно. Shahriyor yoki Shohrux reper. Лучше радиус 21. Janob Rasul yoki Jasur Umirov. Janob Rasul. Umid Iskandarov yoki Adis Rajabov. Umid Iskandarov. Jamshid Abduazimov yoki Sharof Muqimov. Murskoy голос Tohir Sodiqovdan keyingi pokoleniya Jamshid aka. TikTokerlarni ham taniysiz, a? Ba'zi birlarini. Sardor Gangster yoki Chingiz. Лучше Sardor. Azik yoki Ustim Islom. Ustim Islom. Nima uchun Betboy janoblariga bu savollarni beryapman? Chunki ko'pi siz bilan bitta pokoleniyada chiqqan xonandalar. Sevinch Ismoilova yoki Gulinur. Nima uchun? Chunki siz Xorazmli ekansiz. Men Sevinchni taniyman. Gulinur ko'rmaganman. Лучше Sevinch. Mittimi yoki Bobur Mansurov. Обязательно Mittimi. Ahmad Bravo yoki sobiq million a'zosidagi Umidjon Haydarov. Haydarov.